O'zbekiston aholisini 80-90% ayol qizlarimizda yuz terilari quruq yoki o'ta quruq darajada. Men bunday ayol qizlarimizga 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ayol qizlarimizga shu maslahatni bergan bo'lardim. Uydagi to'g'ri parvarish hamda mutaxassisdan, ya'ni kosmetologlardan yuz terilariga mezoterapiya, vitamin kokteyllaridan olishlarini. Ular nima qilib beradi? Yuz terimizni quruqligini, yuz terimiz chuqur namuna beradi, mayda ajinlarni yetkazadi hamda sizni yuzingizni terisini jonlantirib, yaltiratib beradi. Albatta 30 yoshdan keyin biz ko'proq yoshga emas, teriga qaraymiz. Mutaxassis sifatida 30 yoshdan keyin teri holatiga qarab mezoterapiya, booster puderni hamda berrizatlardan foydalanishimiz mumkin. Sizni yuzingiz qanday? Yog'limi yoki quruqmi? Izohlarda qoldiring.